Samarqand viloyati hokimi Adiz Boboyev Milliy armiya ona yurt qalqoni tinchligimiz posboni shiori ostida o'tkazilayotgan harbiy vatanparvarlik oyligi doirasida Markaziy harbiy okrug harbiy qismlaridan birida bo'lib, harbiylar uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Dastavval okrug qo'mondonligi tomonidan viloyat hokimiga ko'rgazmali vositalar bilan ta'minlangan tarix o'quv binosi haqida ma'lumot berildi. Ajdodlarimiz jasorati, ularning jang san'ati haqidagi ma'lumotlar har birimizda ona vatanga mehr, faxr, iftixor tuyg'usini jo'sh urdiradi. Bugun oldimizda turgan asosiy vazifalardan biri xalq va armiya birligini ta'minlashdan iborat. Shu maqsadda o'quvchi yoshlarni ham buyuk sarkardalarimiz jasorati bilan tanishtirib borsak, ular vatanga sadoqat ruhida voyaga yetadi, dedi Adiz Boboyev. Viloyat hokimi tog' o'qchilar batalyoni yotoqxonasi bilan tanishib, kecha-yu kunduz faoliyat ko'rsatadigan Kitob 24 kutubxonasida ham bo'ldi. Ushbu kutubxonada harbiy xizmatchilarning farzandlari uchun ingliz, rus, nemis tillari bo'yicha bepul to'garaklar tashkil etilgan bo'lib, ularga mutaxassis serjant va ofitserlar biriktirilgan. Ushbu to'garaklar va kutubxonaga shu hududda yashovchi fuqarolar, jumladan kam ta'minlangan oilalar farzandlari ham jalb qilinayotgani ma'lum qilindi. Kutubxonamiz alohida o'sha o'quv binoda katta kutubxonamiz bor. Bu yerda qulaylik bo'lishi doim ochiq turadi. 24/7 ochiq turadi. Bo'sh vaqtida kirib bemalol kitob o'qib, o'rganib ketadigan joy qilingan bu yerda. Viloyat hokimi Adiz Boboyev Tir 24 majmuasini ham borib ko'rdi. Bu yerda merganlik mahoratini oshirish uchun yaratilgan sharoitlar bilan tanishdi. Shuningdek, viloyat hokimi panoramali otish zali, artilleriya, merganlar, nayza, zarba mashg'uloti o'quv xonasi, sport zallarini ham birma-bir ko'zdan kechirdi. Endi harbiylarimiz bu sizlarni sohalaringiz juda bir muhim sohada, hammamiz uchun xavfsizlik masalasi juda muhim. Endi sizlar soppa-sog' sog'lom bo'lishlaringiz kerak birinchidan, ikkinchidan baribir uyda ota-onalaringiz, ayollaringiz qarab turibdi-da hammalaringizga. Buni ahvoli nima bo'ldi ekan, qorni to'qmi, ochmi, ovqat yedimi, usti butmi, havo sovuq bo'lsa nima bo'ldi? Baribir onalarimiz farzandni o'ylaydi-ku, to'g'rimi? Yo turmush o'rtoqlaringiz o'ylaydi sizlarni soppa-sog' bo'lishlaringiz kerak hamma. Ovqatlanishlaringiz, yotib turishlaringiz hech qanaqa muammo yo'qmi? Hammasi joyidami? Tinchligimizni saqlaydigan, xavfsizligimizni ta'minlaydigan sohani egalarisizlar. Hammalaringizga omad tilayman. Sog'-salomat bo'linglar. Viloyat hokimi Markaziy harbiy okrug hududida daraxt ekish marosimida ishtirok etib, harbiylar bilan birga manzarali daraxt ko'chatlari ekdi. Viloyat hokimi Adiz Boboyev kursant va askarlar oshxonasi bilan tanishdi hamda harbiylar bilan birga tushlik qildi. Qanchadan beri xizmat qilasizlar sizlar? Bizga 5-yil ketyapti. 4 yil o'qish jarayonida hozirgi harbiy xavfsizlik universitetida o'qib tugatdim. Leytenant qo'shinlar xizmatida faoliyat olib boryapti. Shu kuni kursant va askarlar viloyat hokimi bilan suratga tushdilar. Harbiy vatanparvarlik oyligi doirasidagi tadbirlar davom etmoqda. Salomat bo'linglar.